Bir kuni Sulaymon ibn Abdul Malik Damashq masjidiga kirdilar. Bir mo'ysafid o'tirgan ekan. Shunda u odamni keksa odamni ko'rib oldilariga borib, "Otaxon, o'lishni xohlamaysizmi?" deb savol berdilar. Sulaymon ibn Abdul Malik bu kishi xalifa, Umaviylar xalifasidan aslo ey amiral mu'minin, o'lishni xohlamayman, balki yana ham ko'proq yashashni xohlayman dedi. Nega yoshingiz bir joyga borib qolgan bo'lsa deb so'raganda, yoshlik va uning yomonliklari ketdi. Qarilik va uning yaxshiliklari keldi. Tursam ham, o'tirsam ham Allohga hamd aytaman. Shu ikki holatda davom etishimni istayman. Allohning ibodatida qoim doimman. Shu hayotni davom ettirishni istayman. Umringiz bunchalar uzoq bo'lishiga qaysi amalingiz sabab bo'ldi deb so'radi xalifa. Shunda otaxon aytdilarki, ey amiral mu'minin, mening fazilatim shundaki, doim tahoratda yuraman. Ibodatlarimni shoshmasdan chiroyli qilib ado etaman. Silay rahimni juda chiroyli o'rniga qo'yaman. Ko'zim va boshqa a'zolarimni iffatda saqlayman. Alloh bergan rizqlardan o'zgalarga ham muruvvat qilaman dedi. Sulaymon ibn Abdul Malik, bejiz o'lim sizni chetlab o'tmabdi dedilar. İnsonni uzoq umr ko'rishi faqat sog'ligidan emas azizlar. İnsonni boshqa amallari ham insonning umriga umr qo'shilishiga, rizqi keng bo'lishiga, uzoq umr ko'rishiga sabab bo'ladi. Ana o'sha fazilatlardan bittasi silay rahim azizlar.